Forex demo hisobini qanday ro'yxatdan o'tkazish mumkin? Hammaga salom. Bugun men sizga Forex demo hisob qaydnomasini ro'yxatdan o'tkazishga yo'l ko'rsataman. Birinchidan, Forex hisobini ro'yxatdan o'tkazish uchun quyidagi manzilga kirishingiz kerak. Yoki ushbu videoning tavsifida joylashgan Forex hisobini ro'yxatdan o'tkazish havolasini bosing. Endi men Xim brokerida Forex hisob qaydnomasini ro'yxatdan o'tkazishga misol keltiraman. Ximga quyidagi manzilda kirishingiz mumkin. Boshqa brokerlar uchun shunchaki broker nomini mos ravishda almashtiring. Keling boshlaymiz. Kirgandan so'ng, bu interfeys sizning ekraningizda men ko'rsatayotgandek paydo bo'ladi. Bu Ximning rasmiy sayti. Tilni o'zgartirish uchun shu yerni bosing. Ro'yxatdan o'tish jarayonini boshlash uchun boshlash bosing. Bu Xim hisobini ro'yxatdan o'tkazish uchun interfeys. Iltimos, yashash mamlakati, e-pochta va parolni to'ldiring. Parol talablari 10-15 ta belgidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq raqamdan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili kichik harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili katta harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq maxsus belgidan foydalaning. Iltimos, ekrandagi misolga murojaat qiling. Keyingisi, ushbu katakchani bosing. Keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Xim sizga tasdiqlash xatini yubordi. Gmailga kirish uchun yangi tabni oching. Bu Xim menga yuborgan elektron pochta. Agar elektron pochta xabarini bir necha daqiqa ichida ko'rmasangiz, ko'proq tugmasini bosing. Va spam jildingizni tekshiring. Endi men iroda Xim yuborgan elektron xatni ochaman. E-pochtani tasdiqlash bosing. Agar siz haqiqiy hisob qaydini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, hisobni tasdiqlash uchun hujjatlarni yuklashingiz kerak. Demo hisob qaydnomasini ro'yxatdan o'tkazish uchun tasdiqlash talab qilinmaydi. Mening hisoblarim tugmasini bosing. Bu yerda siz savdo hisoblaringizni boshqarasiz. Hisob ikki qismga bo'lingan: haqiqiy hisob va demo hisob. Haqiqiy hisob bo'limida Xim foydalanuvchilar uchun yaratgan haqiqiy MT-FIVE standart hisobi mavjud. Demo hisob bo'limida Xim foydalanuvchilar uchun yaratgan demo MT-FIVE standart hisobi mavjud. Agar siz ko'proq demo hisob ochmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha hisob ochish bosing. Maxsus demo hisob bosing. Savdo platformasini tanlash uchun shu yerni bosing. Bu yerda bizda MT4 va MT-FIVE mavjud. Men MT4 ni tanlayman.
Hisob turini tanlang. Men standart hisobni tanlayman, chunki bu mashhur hisob turi va barcha treyderlar uchun mos keladi. Keyingisi kredit yelkasi, asosiy valyuta va sarmoya summasi ni tanlang. Keyin davom etish tugmasini bosing. Savdo hisobingiz uchun parol yarating uchun shu yerni bosing. Parol talablari 10-15 ta belgidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq raqamdan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili kichik harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili katta harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq maxsus belgidan foydalaning. Iltimos, ekrandagi misolga murojaat qiling. Keyin yakunlash bosing. Demo hisob qaydnomangiz muvaffaqiyatli yaratildi. Savdo platformasida hisobingizga kirish uchun sizga server nomi, kirish hisob raqami va hisob paroli kabi ba'zi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bu yerda server va kirish hisob raqami. Savdo paroli bu siz hozirgina yaratgan parol. Endi siz hisobingizga kirib, savdoni boshlashingiz mumkin. Siz ushbu videoning tavsifida bergan MT4 va MT5 da qanday yuklab olish va savdo qilish mumkin, video qo'llanmasiga murojaat qilishingiz mumkin. Men sizga Forex demo hisobini ro'yxatdan o'tkazish, bo'yicha ko'rsatmalarni tugatdim. Sizga muvaffaqiyat tilayman.